Bugun mening eng katta mo'jizam qizalog'im 3 yoshga to'ldi. Men uni og'ir dard va qiynalishlar bilan dunyoga keltirdim. Porchning davlinam sabab bir sutga sistema ulangan holda og'ir dard chekib bag'rimga bosganim men uchun unutilmas daqiqam bo'lib qolgan. Qizalog'im oilamizda birinchi qiz va birinchi nabira bo'lgani uchun judayam erka va qaysar. Bugun jajji malikam uchun tovuqli qovurdoq pishirdim. Qizimga boshim qorong'ulik vaqtida rosa ham tovuq go'shti yegim kelardi. Ko'p tovuq go'shti yerdim, shunga ham bilmadim. Qizim ham tovuq go'shtini rosa yaxshi ko'radi. Keyin Mitfarshamni quvonchini ko'rish uchun dadasi bilan men mulk qahramonlariga aylandik. Qizim kunduzi bilan odam jiji keladi deb rosa kutdi, lekin biz kiyimlarni kiyib chiqqanimizda rosa qo'rqib yig'ladi. Keyin qo'shnilarni chaqirdik, katta tortga sham yoqib, uyda birgalikda nishonladik. Shirin kulguingga olam to'lsin, jajji farishtam o'zing gavharim, shukrona kuning muborak bo'lsin. Hayotimdagi eng shirin mo'jizam qizalog'im 3 yoshing muborak bo'lsin. Bugun qaynukam xonasida jang olib boramiz. Har kuni supurilsa ham bir hafta supurilmagandek turadi. Xuddi kechasi bomba tushganga o'xshaydi o'rtoqlar. Eng qizig'i turmush o'rtog'im yo'qolgan hamma kiyimlari shu xonadan chiqadi. Negativchilar, bu g'iybat emas, shunchaki kayfiyat uchun aytyapman-a. Chunki buni qaynukasi borlar juda ham yaxshi tushunadi. To'g'rimi o'rtoqlar? Ularning xonasi har kuni sarguzashtlar makoniga o'xshaydi. Aslida qaynukam bu qaynukam emas, ya'ni o'zimning ukam. Yoshlikdan urishib, tepishib birga katta bo'lgan bo'lib aytchamu. Chunki men xolamga kelin bo'lganman o'rtoqlar. Yana negativchilar yomg'ir ostida qolmay, o'tgan safarga shu videomni devor kavakdan sigaret topib olib sehrjodu kimdir biz uyga sehrjodu. Bu aslida hazil edi. Shunchaki ostonasida tosh turgan bo'lsa ham buni sehrjoduga yo'yadiganlarga namyok tariqasida aytilgan edi. Aslida Qur'onda ham aytilgan. Sehr bor, lekin sehrgar qayerda bo'lmasin najot topmaydi. Toha surasi 69-oyat. Demak, sehr bor, lekin har qanday sehr Alloh iznsiz zarar qila olmaydi. Alhamdulillah biz musulmonmiz. Musulmonlar esa faqat Allohga ishonadi. Har bir inson Oyatul Kursi, Fotiha surasi, katta va kichik lafzlarni o'qib o'ziga dam solib yursa, hech qanday sehr unga ta'sir qilmaydi. 3 kunlik yallo qilishdan keyingi uborganing ikkinchi qismi. Eshik ellarimni supurib tozalab olgandan keyin xamir qilishni boshladim. Avvalo unlarni elab oldim, keyin xamir mushlab o'rab qo'ydim. Qizimga ayib ketgan o'yinchoqlarni yuvib tozalab olib qo'ydim. Bu orada avtomat ovsinim kirlarni yuvib qo'yibdi. Har safar sensala qilib yoyishni menga qo'yib qo'yadi. Ha, shu ham ishimni deb darrovda yoyib qo'ydim. Uydagilardan oshqoz samsaga tushganda darrovda yakka-jalt qilib eplab tashladim. Xamirim ham ko'pib qolgan ekan, oyijonim bilan birgalikda nonlarni ham yopib oldim. Shunaqa qilib sonsayi nonlarimiz ham pishib chiqdi. Bugungi uborkami davomini o'tkazib yubormaslik uchun like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Maktab paytlari o'rtoqlarimiz bilan hazillashib, "Voy sharmanda" deyishdi, o'rniga "Voy shari" derdik. Ana shunaqa menga ham "Voy shari" nega deysizlarmi? Chunki 3 kun deganda endi eshigimni supurdim. Avval eshikka yayilgan mana bu makkalarni qizim bilan astoydil solib oldim. Opasi bilan ish qilayotganimni ko'rib, vijdoni qiynalib, 7 oylik o'g'lim ham yordamga keldi. Makkalarimiz qopga solib bo'lgandan keyin tayinni supurib oldim. Keyin o'rni sog'masin deb yana yangi qayrilgan makkalarni yoyib qo'ydim. Ana undan keyin mana bu to'plangan portini dumbillarni molimga olib borib berdim. Qonini qappaytirib mazza qilib yeb oldim. Keyin esa 3 kundan beri supurilmagan eshigimni yaxshilab suvlarni sepib, so'rimiz supurib, so'ridagi to'shaklarim humpayib tursin deb optoga yayib oldim. Ana undan keyin gullarni tegini ham oyim supurgida yaxshilab supurib, tozalab oldim. Kuz havosi gullarimizga ham ta'sir qildimi, anchagina baklarni to'kib yuboribdi. Gullarimni bu holatni ko'rib xafa bo'lib, ichimni siqilib yurib, eshiklarimni ham supurib tozalab oldim. Mana kuz kelsa, bizning hovlida juda ham ish ko'payadi. Endi supursangiz yana axlatlar tushaveradi. Ya'ni uzumimiz baklari qurib to'kiladi, har xil daraxtlarning qurigan baklari uchib keladi shamolda. Hovlida yashovchilarning anchagina ish ko'payadi. Eshigimni supurib axlatlarni olib bo'lgandan keyin hovli tomonga o'tdim. U yerda chesna yo'qolib anchagina to'zitib yuborgan ekandik. Bir chekidan ularni ham yig'ishtirib, salomjonlab tozalab oldim. 3 kundan beri yallo qilib yurib, uyimda ham anchagina ishlar to'planib qoldi. Bugungi ishlarim hali tugamadi. Xomasi bitta relsga sig'madi ham. Davomini keyingi relsga joylayman. Davomini o'tkazib yubormaslik uchun esa like bosib, menga obuna bo'lib oling. Bu ishlarni boshlaganimda faqat rahmat aytaman deb o'ylaganim, lekin teskarisi bo'ldi. Bunda Instagram olamiga qarasam, hamma qishloq kelinlarda remont, men qolib ketamanmi? Biz o'zbeklar bitta odam tomdan tashsa, hamma tomdan tashlaydi-yu. El qatori men ham tashaverardim tomdan, lekin yomon qattiq tushdim. Xullas, shu bir chiroyli hojatxonamiz bor edi. Pollari tekis beton edi, lekin hojatxonamiz katta, orqa tomoni qumsuvoq qilinmagan, u yoqqa o'tin bosardik. Shuni o'zim bir chiroyli remont qilay deb turib, o'zimcha heydan be yo'q, hojatxonaga shibellar
tashladim. Keyin qumsuvoq qilib ko'rdim. Bir deganda hammasini chikki-chikki qilib tashlayman dedim. Adashibman, o'xshamadi. Keyin shap ashida to'xtatib qo'ydim. Tashlagan shibonimning ustiga kafelgilaymiz, sementdan loy qorib tashab turib, tayyor butun kafellarni urib sindirib bosib ko'rdim. Qarasam o'xshamadi. Keyin dadasiga yig'lab, yalinib yurib, yana zo'rg'a beton quydirib oldim. Qissadan qissa shuki, o'rtoqlar, kim tomdan tashlasa olmaslik kerak ekan. Shunaqa qilib hech narsa bo'lmagandek oqlab tayinni roshlab chiroyli qilib oldim. Qani edi shu narsani hamma bilsa edi. Bu remont ishlari ayollarga chiqarmagan ekan. Hamma o'zining ishini qilgani yaxshi ekan. Gapim to'g'rimi o'rtoqlar? Nima demadinglar? Fikrlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Bu men uchun qiziq. 5 yil deganda birinchi marta tandirda non yopib ko'rdim. Bir yopganimizda 18-19 tacha non sig'adi tandirimizga. Shuncha odatda 7 kun, 8 kunda bir non yopamiz. Har safar xamirini o'zim mushlayman, tandirga o't qo'yib beraman, nonni tashib beraman. Lekin yopishtirishda oyijonim o'zi yopishtiradi, o'zi pishganda uzib oladi. Men yopishtirishni ham uzishni ham bilmasdim. Mana bugun 5 yil deganda birinchi marta tandirga non yopishtirib ko'rdim. Deyarli hammasini oyijonim yopdi. Men oxirida 5-6 tasini yopishtirib ko'rdim birinchi safariga. Birinchi sinfda ustozlar qo'lini yozishni o'rgatganda ojonim ham qo'llarim bilan ushlab yurib sabr bilan yopishni o'rgatdi. Agar shu yerda o'zim onam bo'lsa, borim ketimga bir deb tandirni ichiga tiqib qo'yardi. Yopishtirishda qiynalmadim, amallab yopib oldim, lekin uzishda bormi, tandirda ichi dahshat issiq bo'lar ekan. Gapimni qaranglar, tandir bo'ladi-yu, sovuq bo'ladimi, issiq bo'ladi, to'g'rimi o'rtoqlar? Nima qilyapti bu? Hech nimani bilmaydi. Men erkak elimman deb dangasalik qilib yuravergan ekandim o'rtoqlar. Sizchi o'rtoq, menga o'xshagan aslida dangasa, lekin o'zicha erkatoy kelinmisiz yoki epchil kelinmisiz? Kommentariyaga yozib keting, bu men uchun qiziq. Aytgancha, qishloqdagi semamchi kelin sarguzashtlari hali tugagani yo'q. Davomi qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Qancha yil tarbiyali qiz bo'lib yurib, bir kunda tarbiyasiz kelinga aylanib qoldingizmi? Qizig'i, undan-da qizig'i bilasizmi? Sizga hech qachon tarbiya bermagan insonlar sizni tarbiyali yoki tarbiyasiz ekanligingizni baholashi. Lekin bir narsani hech qachon unutmang. Sizga ota-onangiz eng chiroyli tarbiyani bergan. Agar chiroyli tarbiya bermaganida edi, oq liboslarda yuzlarini yorug' qilib o'zga xonadonga kelin bo'lmagan bo'lardingiz. Tarbiyasizsiz. Ota-onangizga qilmagan xizmatlarni o'zga uyda qilganingiz uchun. Siz tarbiyasizsiz, ota-onangizga qilmagan xushmuomalani o'zga uyda qilganingiz uchun. Siz tarbiyasiz kelinsiz. Ichingiz yig'lasada doimo kulib turganingiz uchun. Siz tarbiyasizsiz. Qadringiz yer bilan poymol bo'lsa-da farzandlaringiz uchun sabr qilib yashayotganingiz uchun. Bugun sizni tarbiyasiz kelin deya aytayotgan bo'lsalar, hech ham bu gapga ishonmang. Hech bir ota-ona o'z farzandiga yomon tarbiya bermaydi. Insonni vaziyatlar, muhitlar, insonlar yomon tarbiyali insonga aylantiradilar. Odamlar nima deydi gapiraversin. Odamlar gapirishdan hech qachon charchamagan. Sen tug'ilsang ham odamlar gapirgan, sen o'lsang ham odam gapiradi. Tug'ilganingda agar falonchining xotini tug'ibdi, qiz tug'ibdi deb agar gapirgan bo'lsa, o'lganingda falonchini xotini o'libdi yoki pismadonchini onasi o'libdi deb ham gapiradi. Va gapirish hech qachon tugamaydi. Biz odamlarning gapirishini yoki odamlarning og'ziga qarab ish tutishni yoki odamlarning og'ziga xo'jayinlik qilishni bas qilishimiz kerak. Va mana shu yerda o'zimizga men ruxsat beryapman. Insonlar men haqimda nimaga o'ylasa o'ylasin, men bunga ruxsat beraman, roziman va menga bu bilan ishim yo'q. Men mana shu yerda mana shu holatni kontrol qila olmayman, nazorat qila olmayman, bu holatni to'xtata olmayman. Ularga kelib har biriga o'zimni oqlab, men aslida unaqa ayol emasman, to'xtanglar deb men isbotlamayman. Isbotlagim ham kelmayapti deysam-da, mana shu yerda buni qo'yib yuborib, nima qilishni boshlaysan? Hayotingni o'zing xohlaganingcha, istaganingcha, bilganingcha yashashni boshlaysan. Uyga mehmon kelgan yoki oilaviy tug'ilgan kundan so'ng o'rtog'ingiz oshxonasi taxminan shu holatda bo'ladi. Qani endi ekranga yaqinroq kelib olinglar. Bugun sizlarga bitta sir ochmoqchiman. Instagramda blog yurgizishni o'rgataman, ya'ni shogird olaman deganimda juda ko'pchilik men ham blog yurgizmoqchiman, nimadan boshlashni bilmayapman deb yozdi. Men blog yurgizishni boshlaganimda nima qilganman? Bugun sizlarga shu haqida aytib bermoqchiman. Maslahatim, Instagramda blog yurgizmoqchi bo'lsangiz yoki biznes qilmoqchi bo'lsangiz, buni hech kimga aytmasdan boshlang. Men Instagramda blog yurgizishni boshlaganimda hech kimga aytmasdan faqat turmush o'rtog'imdan ruxsat olib blog yurgizishni boshlaganman. Meni muhokama qilishim mumkin bo'lgan qarindoshlarimni bloklaganman. Birinchi o'rinda akam bilan opamni bloklaganman. Instalive kursida o'qishni boshlaganimda hech kimga aytmasdan boshlaganman, faqat turmush o'rtog'imdan ruxsat olganman. Kurs pulini birdan to'lash menga qimmatli qilgan va men o'zim nasiyadan kredit olib kursga yozilganman.
va kreditdan ham qo'rqib zirigimni sotib kreditimni yopganman va men bu ishimdan hech qachon afsuslanmayman. Chunki oldimga qo'ygan maqsadim sari olgan bilimlarimni qo'llab harakatlandim va kurs tugamasidan blogim orqali bu pullarni topib oldim. Plus endi boshlangan blogda 6000 ta obunachi yig'dim. Shuning uchun sizga ham maslahatim, oldingizga maqsad qo'ydingizmi, har xil bahonalar qilmasdan harakat qiling. Va ishonchim komilki, hozir sizni muhokama qilayotgan insonlar bir kun kelib sizdan yordam so'rab kelishadi. Ha, aytgancha qishloqdagi SMMchi kelin hayoti qiziq bo'lsa, blogimga obuna bo'lib qo'ying.